alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 204 guruh talabasi Sobira Sevinchoy pedagogika kasbiga kirish fanidan tayyorlagan taqdimotim. Bugungi mavzu Sharq allomalarining pedagogik qarashlari. Bugungi mavzu bo'yicha reja 3 ta. Birinchi reja Farabiy va Ibn Sinoning pedagogika haqida fikr-mulohazalari. Ikkinchi reja Burxoniddin Zarnujiyning fikrlari. Uchinchi reja Alisher Navoiy muallim pedagoglik mahorati. Farobiyning ta'kidlashicha, har bir kishining fe'l-atvoriga qarab tarbiya ikki xil usul, ixtiyoriy va majburiy usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Bordi-yu tarbiyalanuvchilar fan va hunar o'rganishga moyillik bildirsalar, ularga nisbatan ilhomlantirish, rag'batlantirish usuli qo'llaniladi. Aksincha, mabodo ular o'zboshimcha va itoatsiz bo'lsalar, majburiy usullar qo'llanishi mumkin. Abu Ali ibn Sinoning fikricha, tarbiya yagona jarayon bo'lib, yoshlarga aqliy, jismoniy, nafosat, axloqiy tarbiya berishni va hunar o'rgatishdir. Tib qonunlari asarida bolani 6 yoshdan o'qitish va tarbiyalash uchun muallimga topshirish haqida so'z yuritiladi. Ibn Sino ta'lim jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilish lozim deb hisoblaydi. O'qitishda oddiydan murakkabga qarab borish, bolaning qobiliyati va mayllarini e'tiborga olish. Burxoniddin Zarnujiy 12-asrning ikkinchi yarmida yashab ijod etgan qomusshunos talabalarga dars bergan. O'zining ko'p yillik pedagoglik tajribasini umumlashtirib, o'qituvchining ta'lim yo'lida qo'llanma nomli pedagogik asar yaratdi. Bu asar o'z vaqtida Sharq mamlakatlarida ko'p marta nashr etilib, keng tarqalgan. Alisher Navoiy o'zbek adabiyotining asoschisidir. Shu bilan birga u pedagog, mudarris hamdir. O'z asarlarida, ayniqsa Mahbubul qulub asarida kasb axloqi, turli guruh kishilari odob masalasini shaklida yoritadi. U ta'lim-tarbiya jarayonlarini, vositalarini, axloq, odob talablarini ko'rsatadi. Ta'limda ilmiylik, asoslanganlik, tarixiylik kabi tamoyillarni asos qila oladi. O'z davrida musulmon maktablarida yutuq va kamchiliklarni tahlil etadi.